Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan Saidalo. Bugun sizlar dunyodagi eng mashhur o'yinlardan bittasi Mobile Legends Bang haqida to'liq o'zbekcha yo'riqnoma tayyorlaganman videorolik. Agar siz bu o'yinni endi boshlagan bo'lsangiz, aynan siz uchun bu videoyim. Xo'p, qani ketdik, boshladik. Bu o'yinda 5-5 o'ynaladigan o'yin bo'lib, do'stlar bilan birgalikda onlayn o'ynasanglar bo'ladi. Bunda asosiy narsa dushman bazasini yo'q qilish bo'ladi. Sizlar uchun отдельный alohida akkaunt ham ochganman. Bundan keyin videolarimda qanaqa o'ynash, nimalar qilishligini o'zim o'rgatib boraman. Xo'p, bunda asosan bu yerda klassический и ranked matchlar o'ynaladi. Siz klassический deb boshlaysiz, и rankingiz ko'tarilgan sari rank leveliga o'tib qolasiz. Keyin davom ettirasiz bu joydan. Xo'p, endi geroylar kelgan bo'lsa, 130 dan ortiq geroylar mavjud bo'lib, hammasining o'zini liniyalari, o'zini yasaladigan narsalari va yo'nalishlari xarakteristikasiga ega. Fighter, tank, assassin, magiический, marksman, и support geroylarga bo'linadi. Agar siz o'ynagan bo'lsangiz oldin bu o'yinni tushunishingiz osonlashadi sizga. Chunki bir xil почти. Xo'p, birinchi mana Alucarddan boshlab nima qilib ko'ramiz. Xo'p. Qaraydigan bo'lsanglar, hozir biz mapdamiz, yangi kartada. Hamma o'yinlar shu kartada o'ynaladi. 5-5 o'yin bo'ladi. Ko'rgan bo'lsanglar 3 ta liniya bor. Va bu mini mapda ko'rinib turibdi. Har bitta liniyada 3 tadan o'zini bashnalari bor. Bu asosiy bashnasi dushmanni. Ana shuni buzsak, g'alaba qozonamiz. Ko'rinishidan juda oddiyga o'xshaydi, lekin har bitta hujum, har bitta o'lish qimmatga tushishi mumkin. Ochiqni aytganda. Xo'p, endi o'zimizda ham bashnamiz bor. Ular biznikini buzsa, ular g'alaba qozonadi. Asosiy maqsad ham shu o'zi.